Xo'p, bugun sizlar bilan arab tili darsini boshlaymiz. Arab tili grammatikasining birinchi darsini boshlaymiz. Albatta siz arab tilini o'qiy oladigan bo'lsangiz, aynan bu dars siz uchun, ya'ni arab tili grammatikasiga kirish yasaymiz. Bugungi mavzuyimiz ma'rifa va nakra bo'ladi. Xo'p, xullas kalom arab tilida ko'rgan narsalaringiz yoki ism bo'ladi, yoki fe'l bo'ladi, yoki harf bo'ladi. Arab tilida o'qiyotgan narsalaringiz. Ism nima deyilsa, ism bu o'zimizga aytilgandekki, jonli jonsiz narsalarga qo'yilgan nom va zamon bilan aloqasi bo'lmasa, bu ismga aylanadi. Qalam, ruchka o'zimizning ism bu aynan arab tilida ham xuddi shu ism deb nom berishgan. Ism deb yoziladi arab tilida. Arabchasini yozmadim. Ism arab tilida ikkiga bo'linadi. Bizda ism ikkiga bo'linmaydi-yu. Ism aynan arab tilida ikkiga bo'linadi. Ma'rifa bilan nakraga bo'linadi. Ma'rifa nima desanglar, ma'lum narsaga ma'rifa deyiladi. Ya'ni misol uchun Yusuf desak, Yusuf bilamiz, tog'am o'g'li. Demak bu aniq ma'rifa Yusuf. Nakra esa noma'lum ismga aytiladi. Misol uchun qalam, qaysidir qalam bizni bilmaymiz. Bu noma'lum. Demak bu ism nima deyilar ekan? Bu qalam. Demak u qalam nakra deyiladi, ya'ni noma'lum. Xo'p, ma'rifani, nakrani qayerdan bilib olamiz deyilsa, ismga, misol uchun qolamunni misol qilib keltirdim. Qolamun qalam nazarda tutilyapti. Butun dunyodagi qalamni nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin. Bu noma'lum, nakra, noma'lum. Lekin buni aniq bir qalamga, aynan mana bu qalamni aytayotgan bo'lsam, buni ma'rifa qilishim uchun, ya'ni buni aniqlashtirishim uchun oldiga al qolamni qo'yishim kerak. Ya'ni oldiga al qo'shimchasi qo'shiladi ma'rifada. Al qo'shimchasi qo'shiladi. Shunda qolamun bo'lmaydi, endi qolamun bo'lmaydi, al qolamu bo'ladi. Bu bilan men aniq bir qalamni nazarda tutayotgan bo'laman. Xuddi ingliz tilida the article bor. The pencil deymiz. Ya'ni bir aniq qalamni nazarda tutayotgan bo'lsak. Misol uchun qalamimni yo'qotib qo'ydim men va ertasi kuni bitta o'g'aynim keldi, qalamni topdim dedi. Qalamni topdim dedi. Shunda nimani ishlatadi? Tabiiyki al qolamu deydi. U o'g'aynim. Chunki bu yerda qalam ma'lum, noma'lum emas, chunki men uni yo'qotib qo'yganman, meni qalamni nazarda tutib aytadi. O'shaning uchun al qolamu nazarda tutiladi. Qolamun bo'lsa bu nakra, ya'ni noma'lum, butun qalam nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin. Dunyoda nechta qalam bo'lsa, o'sha nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin. Yana bitta misol kitabun. Misol kitabun nakra ism, noma'lum. Al kitabu aniq bir kitobni nazarda tutilsa, al kitabu deymiz. Endi shuni unutmaslik kerakki, nakrada kitabun deb oxirida tanvin yoziladi. Mana bu oxiridagi tanvin yoziladi. Kitabun deb oxirida nisi bor. Lekin oldiga kitabunni oldiga al qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, al kitabu bo'lib oxiridagi tanvin tushib qoladi, ya'ni n tushib qoladi oxiridagi. Mana bu belgi tushib qoladi, shunda al kitabu deb o'qiladi. Tushundinglar? Ya'ni ma'rifada o'zgartirayotganimizda mana shunday shaklda bo'ladi. Yoki bo'lsa madrasa deylik. Madrasatun deganimizda biron bir aniq bir madrasa nazarda tutilmaydi, aniq bir maktab nazarda tutilmaydi. Lekin aynan al madrasatu deydigan bo'lsak, bir aniq bir madrasa nazarda tutilayotgan bo'ladi. O'rta madrasa yoki boshqa bir aniq bir masalan o'g'il bolalar madrasasi deydigan bo'lsak, aniqlik kiritilayotganligi uchun al madrasatu deb qo'llaniladi. Endi qarab turinglar, ba'zi ismlar bor, aniq. Misol uchun Umar ismi, Umaru aniq ism. Ya'ni jiyanim Umar nazarda tutyapman. Umaru demak bu aniq ma'rifa. Lekin ma'rifa bo'lib turib oldiga al olmayapti. Masalan, al Umaru bo'lish kerak o'zi aslida arab tilida. Chunki Umar aniq, ma'lum bir insonni nazarda tutyapmiz. Lekin oldida al olmayapti. Yusuf, masalan, aniq bu ham Yusuf yoki Makka. Makka bitta dunyoda aniq. Saudiyadagi shahar Makka. Lekin bu ham al olmayapti. Ramazon ham oyda bir marta keladi. Bitta oy. U ham aniq. Lekin bularda al yo'q. Nimaga al yo'q desanglar, sabab bor. Bular ham al olmaydi, ham tanvin ham olmaydi. Tushunasizlar? Lekin bular ma'rifa, ya'ni aniq, ma'lum. Nimaga al olmaydi desanglar, bular arab tiliga kirib kelgan, arabcha so'z emas bular. Misol uchun Makka yoki Yusuf bu ibroniycha so'z, ibroniychadan kirib kelgan. O'shaning uchun bu toza arabcha so'z bo'lmaganligi uchun, sof arabcha bo'lmaganligi uchun, boshqa xalqlardan kirib kelganligi uchun, o'shaning uchun biza oldiga alam, tanvin ham qo'sha olmaymiz. Bularni faqatgina al bilan tanvinni haqiqiy arab bo'lganligiga qo'sha olamiz. O'shaning uchun arab tiliga keyin kirib kelgan so'z bo'lganligi uchun, boshqa xalqlarning so'zi bo'lganligi uchun, nomi bo'lganligi uchun kirita olmaymiz. Misol uchun toshqandu deymiz. Unga al qo'ya olmaymiz yoki oxirida tanvin qo'ya olmaymiz, chunki toshqand bu o'zbekcha so'z.
Xuddi shunaqa bu so'zlar ham toza arabcha bo'lmaganligi uchun oxiriga tanvin ham qo'sha olmaymiz, oldiga ali ham qo'ya olmaymiz. Va bu g'oyri munsarif deyiladi arab tilida. G'oyri munsarif ismlar. Ya'ni tanvin al olmaydiganlarni g'oyri munsarif ismlar deb ataladi. Xo'p, endi fe'lga qaytdik. Aytdim-ku, arab tilida ko'rgan narsalarimiz yo ism bo'ladi yoki fe'l bo'ladi yoki harf bo'ladi dedim. Ismni tushunib oldik, ma'rifa nakiraga bo'linar ekan. Oldiga al olsa ma'rifa bo'lar ekan. Fe'l bu o'tmishdagi ish harakatga yoki bo'lmasa hozirgi ish harakat yoki bo'lmasa kelajakdagi ish harakat yoki biron bir holatni bildiradigan bo'lsa, bu fe'lga aylanadi. Va fe'l arab tilida ikkiga bo'linadi. Fe'li mozi, ya'ni fe'li asosi ikkiga bo'linadi. Bundan keyin qoliplar chiqadi. Birinchisi fe'li mozi, ikkinchisi fe'li muzoriga bo'linadi. Ya'ni mozi fe'li, mozi degani o'zi tushundinglar demak. O'tgan davrni bildiradigan bo'lsa, ya'ni o'tmishni, o'tgan davrni bildiradigan bo'lsa, fe'li mozi bo'ladi. Misol uchun doroba, urdi. Urdi. Ya'ni o'tmishda bo'lgan. Kecha urdi yoki akala yedi. 1-2 soat oldin yegan balki yedi ma'nosi. Fe'li muzori bo'lsa, hozirgi payt va kelajakka ham bildiradi. Misol uchun yadribu, uryapti. Misol uchun kimdir uni urayotgan bo'lsa, yadribu deymiz. U uni uryapti bo'ladi shunda. Ya'ni uryapti. Yoki bo'lmasa kelajagiga ham nazarda tutgan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun yadribu uradi. Agar u uni qiladigan bo'lsa, u uradi deb kelajagiga nazarda tutsa ham yadribu qo'shimchasi qo'shiladi. Xo'p. Biz endi hozir fe'l muzoriga emas, asosan fe'l moziga to'xtalamiz. Fe'l moziga to'xtalamiz. Fe'l moziga tushunib olishinglar uchun aytdim-ku, fe'l mozi o'tmishni bildiradi. Bizda tarjimasi oxirida di qo'shsanglar, demak u fe'l mozi bo'ladi, o'tmishni bildiradi. Misol uchun urdi, yordam berdi, yedi, oxiri ko'rdinglar, hammasi di. Keldi, kirdi, ichdi, topdi, ochdi. Oxiri, ya'ni o'tmish bildiradi. Demak, bular fe'l moziga kiradi. Arab tilida misol uchun urdi so'zi doroba o'qiladi. Doroba, urdi. Arab tilida esa 3 ta harflilar, e'tibor bersanglar, 3 ta harflilar, demak bu fe'l moziga bildiradi. Yordam berdi, nasoro. Yedi, ovqat yedi. Akala, akala. Keldi, hadoro. Keldi degan hadoro. Hadoro hozir bo'ldi deydi-ku, bizda o'sha hadorodan olingan. Kirdi, daxola. Duxul qildi deydi, daxola kirdi. Ichdi, shariba. Shariba. Topdi, vajada. Topdi degani vajada. Ochdi, masalan, eshik ochadi, boshqa, o'shanda fataha deydi. Fotiha, ya'ni ochuvchi. Fotiha. Demak, ochdi degani fataha. Demak, bular fe'l moziga misol, ya'ni 3 ta harflilar arab tilida ko'proq fe'l moziga bildiradi. Agar oldida ye keladigan bo'lsa, bularning oldida ye keladigan bo'lsa, shuni bilib olinglarki, demak u fe'l muzori, ya'ni hozirga yoki kelajagiga dalolat qiladi. Bular bo'lsa o'tmishga dalolat qiladi, to'laqonli. O'zbek tilida ajratib olishinglar uchun oxiri di bilan tugasa, demak, mana shunday holat bo'lar ekan. Endi asosiy nuqtamizga keldik. Doroba fe'lini bitta urdi degan fe'lni aytdimi? Doroba degani urdi degani edi. Endi o'shani tusunamiz. Misol uchun doroba degani urdi degani biza o'zbek tilida shu borki, 2 kishi bir kishini urgan bo'lsa, urdi deb ishlataveramiz. To'g'rimi? Lekin arablar uni qilmaydi. Yoki 3 kishi qilsa, ursa, 3 kishi urdi deymiz. Lekin arablar buni alohida ishlatadi. 2 kishi ursa alohida, 3 kishi ursa alohida. Dorobani o'zini ishlatavermaydi. Misol uchun, doroba 1 kishi urdi bo'lsa, doroba deb oxirida ozgina cho'zib qo'ysak, doroba deb ozgina cho'zib qo'yadigan bo'lsak, 2 kishi urdi bo'ladi. Ya'ni 2 kishi urdi, erkak kishi. Endi dorobu deb v bilan yana buni qo'shadigan bo'lsak, cho'zib dorobu deb aytsak, 3 kishidan ko'proq insonlar urgan bo'lsa, dorobu deb ishlatiladi. Tushundinglar? Bu faqat o'g'il bolalarga, qiz bolalarga ham alohida ishlatiladi. Hozir qiz bolalarnikini tushuntiramiz. Endi qiz bolaga keldik. Bitta qiz bola urgan bo'lsa, dorobat deyiladi. Doroba faqat o'g'il bolalarga ishlatiladi. Qiz bolalarga nima ekan? Dorobat, ya'ni oxiriga t qo'shib qo'yarganmiz. T qo'shsak u qiz bola bo'lib ketar ekan. O'g'il bola demak muzakkar deyiladi arab tilida, qiz bolalar esa muannas deyiladi. Ya'ni bular qiz bolalarga nisbatan, tepadagi esa o'g'il bolalarga nisbatan edi. Demak, bitta qiz urgan bo'lsa, dorobat bo'ldi. Endi ikkita qiz urgan bo'lsa, cho'zib qo'yamiz bu yerda ham dorobata bo'ladi. Dorobata, ikkita qiz urdi bo'ladi. Ya'ni o'tmishda yoki kecha ikkita qiz urdi demoqchi bo'lsanglar, dorobata ishlatasiz. Biz bo'ldi urdidan hammaga ishlataveramiz, arablar unaqa emasda, har bittasiga urg'u beradi. Ikkita qiz bo'lsa boshqacha, 3 ta qiz bo'lsa boshqacha, o'shaning uchun arab tili qiyinroq. Ya'ni bu jihatdan. Va dorobina,
dorobina degan bo'lsanglar, 3 ta qizdan ortiqcha qiz, ya'ni 3 ta yoki 10 ta, 20 ta qiz urgan bo'lsa, dorobina deb oxiridan na qo'shiladi. Dorobina bo'ladi. Muannas shakli. O'g'il bola bo'lsa, 3 kishidan ko'proq urgan bo'lsa, dorobu edi. Esingizlarda bo'lib tursa. Tushundinglar? Demak, bu ularga nisbatan, ya'ni u urdi, bo'lyapti. Endi san urding demoqchi bo'lsak, qanday ishlatamiz? San qilding demoqchi bo'lsak, qanday ishlatamiz? Dorob ta qo'yamiz, ya'ni ta'ni qo'yamiz. Oxirgi demak, dorobani oxiriga ta qo'shadigan bo'lsak, san urding bo'lar ekan. San urding ko'rdim deganda dorob ta ishlatilar ekan. Tushundinglar? Ya'ni bir kishiga o'g'il bolaga aytyapsiz, dorobta san urding deyapsiz o'g'il bolaga, demak dorobta bo'lar ekan. Endi san ikkiloving urding, san ikkiloving urding deb ikki kishini nazarda tutayotgan bo'lsak, yana dorobta ishlatmaymiz, bu safar dorob tuma bo'lib ketar ekan. Dorob tuma. Hammasi har xil dorob tuma. Agar salla urdilaring 4 ta 5 ta kishiga salla urdilaring demoqchi bo'lsak, dorobta ishlata olmaymiz, dorob tuma ham ishlata olmaymiz. Nima ishlatar ekanmiz? Dorob tum ishlatar ekanmiz. Dorob tum bo'ladi. Sizlar urdinglar degan ma'noda. Endi qiz bolagacha desak, qiz bolaga alohida endi dorobta bo'lmaydi, qiz bolaga san urding deganda. Qiz bolaga endi dorobti bo'ladi. San urding. Dorobti, san qiz urding uni desak dorobti bo'ladi. Ikkita qiz urgan bo'lsa, sizlar ikkilovinglar ikkita qizga qarab aytyapsizlar, sizlar ikkilovinglar urdinglar demoqchi bo'lsanglar, dorob tuma ishlatar ekansizlar. Bunda ham tuma qo'shiladi, dorob tuma. 3 ta 4 ta qizlarga qarab aytayotgan bo'lsanglar, salla urdilaring deb aytayotgan bo'lsanglar, dorob tunna bo'lar ekan. Dorob tunna. Dorob tunna. Tushundinglar? San urdingga oldiga ta, qiz bolaga ti bo'lib ketar ekan. Tushungan bo'lsanglar. Oxirgilari nima desa, endi ma urdim qolib ketdi, to'g'rimi? San urding bo'ldi, u urdi bo'ldi, oxiri qolib ketgan, ma urdim qolib ketdi. Masalan, men o'zim urdim uni demoqchi bo'lsam nima deyman? Shunda ma urdim bo'lsa, shunda dorob tu bo'ladi, ya'ni oxiri u bo'ladi. Dorob tu. Tushundinglar? Demak, men urdim, dorobtu. Xo'p, qiz bola varianti qanaqa bo'ladi desanglar, yo'q, o'g'il bola, qiz bola hammasi dorobtu qo'yiladi bo'ldi. Bitta bunda o'g'il bola, qiz bolasi yo'q bu yerda. Hamma dorobtu, men urdim desa, qiz bola aytmoqchi bo'lsa, men urdim demoqchi bo'lsa, dorobtu deydi. O'g'il bola qo'llamoqchi bo'lsa, dorobtu deydi. Endi biz urdik qolib ketdi. Endi biz urdik qanaqa bo'ladi bo'lsa, dorobna bo'ladi. Biz ikkimiz demoqchi bo'lsa ham, biz 3 kishimiz, ko'pchiligimiz demoqchi bo'lsa ham, dorobna ishlataveradi. Ya'ni oxirida na qo'shimchasi qo'shiladi. Bu yerda tu edi, bu yerda na qo'shimcha qo'shildi. Dorobna, biz urdik deb. Tushundinglar? Bu arab tilida tuslash mana shunday shaklda bo'ladi. Va endi qaranglar, bu yoqda fe'llar bor edi. Mana bu fe'llar urdik. Dahola kirdi, ichdi, Shariba vajida topdi, Nasora yordam berdi, akala yedi degan so'zlar. Endi Nasoroni olaylik, Nasoroni qo'yib ko'ramiz. Boya dorobani qo'yib ko'rdik. Endi Nasoroni qo'yib ko'ramiz. Misollar bilan Nasoroni qo'yib ko'ramiz. Misol uchun, Nasoro yordam berdi, bitta erkak kishi. Nasoro deydigan bo'lsak, Nasoro deb cho'zadigan bo'lsak, 2 kishi yordam berdi bo'ladi. Nasoru desak, 3 kishi yordam bergan bo'lsa, 3 kishi yordam berishdi desak, Nasoru bo'ladi. Endi ayol kishi bo'lsa, Nasorot bo'lib ketadi. Ayol kishi yordam berdi, bitta ayol kishi bo'lsa, Nasorot. Ikkita ayol kishi yordam bergan bo'lsa, Nasorota bo'ladi. Mana bu oxirgi qo'shimchasi qo'shiladi faqat. Nasorota. Qanday bo'ladi buni o'zingizlar topib ko'ringlar. Nasorna bo'ladi. Oxirida nasorna. Ya'ni dorobnani o'rniga nasorna bo'ladi. Ya'ni 3 ta ayol yoki 3 tadan ko'p ayol yordam berdi demoqchi bo'lsa, nasorna deb qo'yamiz. Bu qanaqa bo'ladi? O'zingizlar topib ko'ringlarchi, dorobda urding bo'lsa, yordam berdingga qanaqa qo'yamiz? Nasorta bo'ladi. Nasorta, sen yordam berding. Erkak kishiga aytasizki, sen yordam berding desa, nasorta bo'ladi. 2 kishi bo'lsa, nasortuma bo'ladi. Sizlar yordam berdinglar deydigan bo'lsa, ko'p erkak kishiga nazarda aytayotgan bo'lsa, nasortum bo'ladi. Nasortum. Ayol kishiga nasorti, nasortuma, nasortunna. Sizlar yordam berdinglar deb 4 ta 5 ta ayolga aytayotgan bo'lsalar, nasortunna bo'ladi. Men o'zim yordam berdim bo'lsa, nasortu bo'ladi. Men o'zim yordam berdim, nasortu. Biz yordam berdik, nasorna. Tushundinglar? Yana bitta qo'yib ko'ringlar. Akala yedi. Yedini qo'yib ko'ringlar. Akala. Akala yedi, akala, akalu, ular yedilar, akalu bo'lib ketdi. Qiz bola bo'lsa, akalat. Oxirga t qo'shamiz, akalat. Ikkita qiz bola yedi bo'lsa, akalata. Ko'p ayollar yedi bo'lsa, akalna. Akalna. Tushundinglar? Xo'p, sen yeding demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Akalta. Akaltuma, akaltum. Akalti, sen yeding. Bitta qiz bolaga aytasiz. Akaltuma, akaltunna. Akaltunna.
3 ta 4 ta qizga sizlar yedilaring demoqchi bo'lsanglar, akal tunna deysizlar. Akal tu men yedim, akal na bo'lsa biz yedik bo'ladi. Daxolani ham xuddi shunaqa, daxola degani kirdi degani bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Daxola, daxola, daxolu, daxolat, daxolata, daxolna, daxolta, daxoltuma, daxoltum, daxolti, daxoltuma, daxoltunna, daxoltu, daxolna deb mana shunaqa любой fe'l moziga olib kelib turib mana shunaqa tuslasanglar bo'ladi. Bu sizlarga o'zi vazifa qilib olsanglar ham bo'ladi. Shunaqa 4 ta fe'lni olib olinglarda, mozidagi 4 ta fe'lni olib, xuddi shunaqa yozib chiqinglar. Keyin buni yodlab olsanglar, bu ancha qoladi. Bu siz arabchani ishlata olmaysiz. Bu siz arab tilida gaplasha olmaysiz. Bu asos. Bu tegida fundament deyiladi. Bu fundament narsa. Vazifa mana shundan iborat. Bu videoni davomi chiqishi uchun albatta siz like bosishingiz, izohlarda faol bo'lishingiz va boshqalarga ham tarqatib qo'yishingiz kerak va bizga ham obuna bo'lib qo'yinglar.